Hammaga salom. Bugun men Blazy uz mod sinaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bu modning nomi yer osti bazasi. Bu bazaning ichida juda ham zo'r narsalar bor ekan. Qani bo'lmasam ketdik. 1 hour later. Qani bo'lmasam ketdik do'stlar. Birinchi daraxt chopib olishdan boshlaymiz. Yo'q. Birinchi uy ko'rsatishdan boshlaymiz albatta. Mana. Va mana do'stlar, judayam chiroyli, hashamatli uy ekan. Menga judayam yoqdi ekan. Albatta bo'lsa, zo'r ish bilan yo'q kiradi. Lekin shuncha jum bor. Kravat qilib yasaymiz. Basing bor ekan, qaranglar. Voh, mazza deydi. Dale kutubxonalar. Yer osti. Yo'lchi pasta buxtali. Daraxt. Eng qiziq ovqatlar. Verstag yerdikda. Mayli. Sandiq ishlamay ekan. Aldashdi, cho'chishdi deydi. Endi biz bu yerdan chiqib survivalimizni davom ettirishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta ham. Bunlar zo'r. Chiqib olamiz, topolmayapman. Kattaligina uylar uyi. Kattaligina uy paka kirganmiz. Mana. O'sha yerda bilish kerak. Ana, topildi do'stlar. Bu yerni topganimiz 2 daqiqa ham o'tib bo'libdi. What the? 1 week later. What? May. Quram, bu yaxshilashga ham vaqt topamiz hali. Mana oldik. Vilyat. Qo'liq qiyshiq bo'laman. Qo'lim qiyshiq men belani. Miya. Ana yana nima kerak bu? Qo'yib qo'yamiz. What the heck? Verstaga ham pisku. Shunchalik ham to'poy bo'ladimi? Ana bizga bolta kerak. Bolta mana. Boltani olib ular tepasiga chiqib, qolgan daraxtlarni ham chopib boramiz. Yana daraxt chiqsa degina. Bel. Shunchalik baland daraxt bo'ladimi do'stlar? Vay. Qo'l yetmayapti radiusi. Tepaga chiqamiz. Men uchaman. Balki ajdarxoni ham o'ldirishga kuchimiz yetib qolar do'stlar. Harakat qilsak. Bel qo'liq qiyshiq bo'laman do'stlar. Qo'lim qiyshiq. Devasta yo'qmi? Daraxt ham asta sekinlik bilan qurishni boshlayapti. Yaxshi. Daraxt ko'chada tushadi. Hammasi zo'r. Kichik baba. Hammasi. Rovni 64 ta daraxt chopilgan. Qilich va kirka. Lap qaziymiz.
Bu yerdan chiqish yo'li tayyorlab qo'yamiz. Buni chiqardik. Bu yangi kanal, bu oldingi eski kanali, yangi kanal. Tushunmadinglar o? Короче, eski kanalimda statistikalar yomon edi. Hamma videolarini sizlarga ko'rinmaydigan deyardi. Qildim garchi sizlarga ko'rinmaydigan qilib. Keyin do'stlar yangi kanal ochishga qaror qildim. Va mening yangi kanalim blazer.uz. Bu kanal yangilangan men uchun. Rosa ham yo'qdi. Banner avatarka uchun albatta rahmat deb qo'yamiz. O'zimizni oshnomiz Herer.ga. To'g'ri ishlar. Boshqa do'stim nomimni chopib olishga ruxsat so'radi. Nima dedim? Albatta ruxsat dedim. Chunki bu nom endi menga tegishli emas. Dedim, chunki yangi kanalimizning nomi ham Herer.ga emas, blaze.uz bo'ladi. Mana yaxshi bo'lyapti do'stlar, hamma. Kirkit sinib qoldi. Bu yomg'ir yog'ish boshlayapti. Ketdi. Kirish kerak uyga. Shuni o'ylamabman. Mana kiramiz bo'ladi. To'xtala. Oy, ishmayman. Ketalayman. Chiqaman mayda, yaxshi suvda. Olmay olamiz. Nesta qolib ketdimi? Turganlar. Dozmani yer ostidan tushdi. Bular çok olmuş. Videomuz ровно 10 dakikalık şeklinde 2 dakikalardan keyin videomuz birinchi qismi tugaydi. Bu to'g'ri birinchi qismli video qilamiz. Ketadi. Ana yo bismillah. Yo bismillah. Qani shunday qilib to'xtalar. Dekorativni chiqish kerak. Dekorativni video. Ana bildi. Endi versakdan hamma joyga What yeah. Yes, yoqdi. What the heck? Bunisi nima bo'ldi? Bular mana. Endi bu sefer mayli. Ana shu. Bunu çok o'ramiz. Ana
Chötki bo'ldi. Krasavka. Hammaga rahmat tomosha qilganlaring uchun. Do'stlar, bu yangi kanal shuning uchun qo'llab-quvvatlanglar, iltimos. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa obuna va like tugmasini bosamiz. Oddiy tugma yo'q. Hammaga xayr do'stlar, rahmat sizlarga tomosha qilganingiz uchun. Men sizlar bilan bo'ldim Blazer adashib ketdim nomim edi. Blazer.uz